Şinjan'ınki hazırkı sanat ijodiyati va musobaqasiga qanday qaraysiz? Sizce qaysi nuqtalarni to'liqlaganda Şinjan'ning sanat hayoti texmi parlaq natijalarni qo'lga keltirgili bo'ladi? Mush yerda keng ko'rmanlarga bir qisqacha izoh bergan bo'lsangiz. Endi Şinjan'ning san'atiga keladigan bo'lsak, men hozir 12 yil bo'lgan bo'lsa, 12 yil oldin Şinjan san'ati ancha taraqqiy qilmagandi. Hozir mana shu 10 yil ichida shunchalik taraqqiy qildiki, tok tezligida. Bu juda ham yaxshi tarafga o'zgardi. Musiqasi Uyg'ur xalq naqshlari musiqasini yanada jonlanishi, yaxshi naqshchilar paydo bo'lishi, naqshchilarning puraqini yaxshi olishi, naqshini musiqani so'xon qilishlar yaxshi tarafga o'zgargan 10 yil ichida. Endi bundan keyin yana ham texmo yaxshi natijalarga erishadi deb umid qilamiz. Biz yaqinda Ajakbar Xotanga kelib xalq naqshlarini to'plab ketibdi. Ajakbarning aslatiga Uyg'urmi degan mish-mish paranglarni anglab qoldik. Siz mush to'g'risida keng ko'rmanlarga bir tushuncha bergan bo'lsangiz. To'g'ri, o naqshlarni olishim, Şinjan naqshlarini olishim to'g'ri. To'plashim ham bu to'g'ri gap. Sababi men o'zim yaxshi ko'rganim uchun Uyg'ur xalq naqshlarini, Uyg'ur muqomlarini yaxshi ko'rib anglaganim uchun men do'stlarimizga, akalarimizga iltimos qilaman. Men Uyg'ur xalq naqshlarini jiqraq menga topib beringlar. Men o'zim to'plam qilib, men o'zim shu naqshlarni ishlay deyman. Endi hamma meni Uyg'ur deb o'ylaydi. Lekin asli o'zi o'zbekman. Shuning uchun Toshkent shahrida tug'ilib, cho'ng bo'lib, ota-onam o'zbek. Endi o'zbek bilan Uyg'urning hech qanday farqi yo'q deb o'ylayman. Sababi o'zbek bilan Uyg'urni ajratib turadigan narsa bu faqat sheva. To'g'ri. Tildagi sheva. Qolgan urf odatlar hamma bordi keldilar, mehmondorchilik, mezbonlik qilish, hamma urf odatlar o'zbek bilan Uyg'urning hech qanday farqi yo'q. Shevada ajratib turadi. To'g'ri. Sizningki bundan keyin qanday planlaringiz, qanday nishonlaringiz bor? Keng ko'rmanlarga tafsil so'zlab bergan bo'lsangiz. Planlarimiz ko'p. Juda ham jiq planlarimiz bor. Kundan kunga chiqaveradi plan. Sababi yangi naqsh qilamiz deymiz. Xalqimizga, Uyg'ur xalqiga, o'zbek xalqiga o'zimiz yangi naqshlarimizni, yangi ijodiyatimizni taqdim qilish birinchi navbatda. Ikkinchi navbatda o'zbek bilan Uyg'urni san'atini butun dunyoga tanitish. Bu xoh ijodiyat naqsh bo'lamdi, xoh Uyg'ur xalq naqshisi bo'lamdi yoki o'zbek xalq naqshisi bo'lamdi. Ularning hammasini butun dunyoga faqat Şinjan yoki Qozog'iston, O'zbekiston, Rossiya vaholanki boshqa davlatlar, Amerika bo'lamdi, Yevropa bo'lamdi, shu davlatlarga o'sha Uyg'ur xalq naqshlari hamda o'zbek xalq naqshlarini tanitish. Niyatimiz shu. Siz bundan keyingi san'at hayotingizda o'zbeklarning xalq naqshisini o'rlab beqishni o'ylashdingizmi? O'zbek xalq naqshlarini o'zi asli o'zbek xalq naqshlaridan boshlagan. O'zbek muqomlari, o'zbek lirik naqshlar, ustozlarimiz shu muqomlarni o'rgatgan. Ustozlarimiz o'rgatgan vaqtda oldin shu o'zbek xalq naqshlarini o'rgansang, qolgan naqshlarni aytishsan oson bo'ladi. Lekin Şinjanga o'zbek xalq naqshlarini jiq olib kirmaganmiz. Sababi maqsadimiz Uyg'ur xalq naqshlarini yuzaga ko'tarish bo'lgan. Az kunlarda o'zimizning yaxshi mumtoz qo'shiqlarimiz, xalq naqshlari, xalq muqomlarini, o'zbek xalq muqomlarini Şinjanga cho'qim olib kiramiz. O'ylaymanki, bu yerdagi do'stlarimizga, muxlislarimizga naqshlar yoqadi. O'zbek xalq naqshlari. Şinjan xalqi bo'libmi bizlar yoshlar sizning naqshingizni intayin yoqtirib anglaymiz. Shundaqla sizningki Şinjanning hamma yerda mastanlaringiz intayin ko'p. Bugungi shu ziyorat munosabati bilan siz shu sizning qo'llovchilaringizga, mastanlaringizga qanday yurak so'zlaringiz bor? Mastanalarimizga faqat yaxshilik tilaymiz. Shu mastanalar borligi uchun, muxlislarimiz borligi uchun men Şinjanda, O'zbekistonda Ajakbar bo'lib yuribman. Shularni boriga shukr. Ular bo'lmasa, muxlislar bo'lmasa, naqshchi bo'la olmaydi. Naqshchini
her bir sanatçını ko'taradigan bu xalq, tushiradigan xalq. Shularni ular omon bo'lsin, ularga faqatgina yaxshi kunlarida, yaxshi to'ylarda biz O'zbekistonga kelib, shularni yaxshi kunlarda xizmatda bo'lish bizga nasib qilsin. Ularga faqat omad tilaymiz. Ularga faqat deydigan meni yaxshi naqshlarni kutib qolsin. Ahırda Köntaş tor bekitimiz şundaqla bütün Şinjan xalqi və Xotan xalqi vakalatan sizinki qimmatli vaqtingizni chiqarib bugungi ziyorat faoliyatimizni qabul qilganingizga chin qalbimizdan tashakkur etamiz. Shundaqla bundan keyingi sizning ijodiyat ishlaringizning utuqliq bo'lishini, taningizning salomat bo'lishini, barliq ishlaringizning, kunlaringizning ma'nili o'tishini tilaymiz. Ham shu munosabat bilan bugungi ziyorat faoliyatimizni o'rinlashtirib bergan Qizil Alma çay taomlari qasriga Köntaş tor bekitiga, Quyosh ovozi media ishxonasiga, Eron madaniyat tarqatish shirkatiga chin qalbimizdan rahmat aytamiz. Rahmat. Aman bo'lg'aysiz. Rahmat.